ko'rdingizlarmi? Bitta led lampalarni baqir-chaqir qilib gapirib chiqdilar. Bitta ama ko'rdingizlarmi? Amajon, bitta yo'zi shu yoqqa ekan, bitta yo'zi mana shu yoqqa ekan. Yana bitta yaxshilik qiling. Mana aytdingiz, hammaga eshitdingiz-da. Biz ham mazza qilishga qo'yganmiz, yo'llar qap-qorong'i, svetlarni ekonom qilib, projektorlarni ekonom qilib o'chirib qo'yibdilar. Svetlarni o'chirmanglar, panel batareykalik projektorlar qo'yib beringlar deb yana bitta iltimos qilib chiqing. O'zi hammaga shtrafni bosib o'tibdi. Bizlarga aylanib shunaqa, biz bitta tepib qo'y desangiz, urib pachag'ini chiqaradi. Shtrafni yozib o'tibdi. Sizga hamma deb rahmat aytib o'tibdi. Shaytonga tosh otish qilib keling, bir yuvilish qilib. Baribir o'sha yoqqa ketingoniga bir yaxshilik qilib keting. O'zi sizlar amaklarning dastidan bor-ku, chiqib olib o'tdingiz, yurasizlar abgoni palasaga nima gap bor sizlarga o'zi. Yoshlaringizga yarasha o'sha ikkinchi palasadan yuraveringlar. Qarang, ilgari mumkin edi. Mana ogohlantirish yo'q. $100 shaqqillatib bosyapti. Birinchi ogohlantirish beringlar, qonunni shappa chiqarib tashlaman. Bizga pul yo'q to'lashga.